Haqiqatda bugun ilm egalari, ustalar, akalar, birodarlar, qo'lidan bugun ish keladiganlar, moliyachi bo'lsin, iqtisodchi bo'lsin, bugun bir kosib bo'lsin, hunarmand bo'lsin. Birodar, nega shogirdni pulga o'rgatasiz? Savob ham kerak-ku. To'g'rimi? Bo'ldi, mayli, xizmat haqqingizni oling, gap bo'lishi mumkin emas. Alloh yaxshilik bersin. Birodar, imkoniyatiga qarang. Otasining, o'zining imkoniyatlariga qarang, birodar. Agar imkoniyati bo'lsa, dildan, qalbdan chiqarib bersa, mashalloh. Alloh sizga hadiya qabul. Lekin birodar, o'zi imkoniyati yo'q, o'zi yo'qsil, o'zi zo'rg'a. Birodar, undan xizmat haqqi olmay, xolis Alloh uchun o'rgating. Alloh taolo sizni barakangizni berib, yaxshiligingizni Alloh ziyoda qilsin.